Ushbu 4 ta kitobni taqiqlab qo'yish kerak. Sababi hayotingizni 180 gradusga o'zgartirib yuboradi. 4-inchisi eng xavflisi. Birinchisi Vavilondagi eng boy odam. Bunda bitta inson noldan shahrining eng boy insoniga aylanadi. Ya'ni bunda siz pul bilan qanaqa muomala qilishni, pul kontrolini, ya'ni investitsiyalar qilishni, pulni qanaqa qilib o'stirishni o'rganishingiz mumkin. Ikkinchisi bu iqtisodiyot qanday tuzilgan. Ushbu kitobda siz oddiy tangadan hozirgi dunyoning kapitalizatsiyasi qanday ishlashini, ya'ni kapitalizmning qisqacha tarixini bilib olishingiz mumkin. Uchinchi kitobimiz bu Atom odatlar. Ushbu kitobni o'qigandan keyin meni miyam zirif berib o'rgan, chunki har bitta oddiy kichkinagina odatlarga ham e'tibor berasiz va juda kuchli shaxsiy rivojlanasiz. Eng xavflisiga ham yetib keldik. Ushbu kitobimiz ta'sir psixologiyasi. Bu kitobdan siz odamlarning fikriga, qaroriga, xarakteriga ta'sir ko'rsatishni bilib olasiz. Ya'ni bu narsa oddiy kundalik hayotimizga, savdoga, psixologiyada, ya'ni odamlarni o'zingizga ishontirib bilishga juda ham muhim bo'lgan kitobdir. Ushbu kitoblar ro'yxatini yo'qotib qo'ymaslik uchun videoni saqlab qo'ying va hayotingizni o'zgartirishni boshlamoqchi bo'lsangiz, mana shu kitoblardan boshlashni tavsiya beraman.